Damas bileti sel kamayib qoldi. Sebebi zavod ozgina probkasini ildi. Ya'ni damozni kamaytirib bosadi. Shuning uchun sizlarga zo'rindan sostenasi ideal holatda bo'lgan egadan bir damoz gap qoldi bizlarga. Shu mashinani reklama etib beramiz. Egani o'zining nomerini yozib qo'yaman, aloqa chiqaverasiz. Yokilar kimga qiziq bo'lib turgan bo'lsa, birdan like'larni bosib, obuna bo'lish knopkalarini bosib qo'yishlaringizni so'rab qolaman. Avtomashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, zo'r holatda. Krassasi 100% toza, to'g'rimi? Krassasi 100% toza. Egadan o'zimiz ko'rib bilib turgan jo'ramizning mashina. Endi probegini qaranglar, 62 ming, shu Elotda 4 yilda yurgan. Mashinaning ichki yo'nalishlarini bir qator e'tibor etinglar. 100% mashina mehr berdi. Metallari ustun o'tkazilgan, yaxshi balonlar pasalgan. Eng qiziq yeri qaranglar. Kolonchilar, bu yondayni 3 litrlar deysam, ish qilib opshipchilar, bir mehr berilgan mashina. Nechik mehr kerak bo'lsa, damoza hammasi ishlangan. Ushbu avtomashinamiz sotiladi. Egadan kelishib asosida bo'ladi. Aloqa chiqaverasizlar. Mashina nomerlari ham hammasi ko'ribdi. Aytgancha video registratorlar ham ustanobga qilib berilgan. Kimga qiziq bo'lib turgan bo'lsa, birdan like'larni bosib yuborib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Avtomashinamizning narxini aytadigan bo'lsam, narxi sizlar uchun dim shikolant narxda. Xudo xolasa 75 million so'm kelishadigan yer ham bor. Birdan like'ni bosib uchirib qo'yishni esdan chiqarmanglar.